Hey yo, hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan men Beko. Bugungi videomizda O'zbekistondan turib qanday Indoneziya region akkaunt ochishni o'rganamiz. Indoneziya region akkaunt ochish unchalik ham qiyin emas. Qanunda videoni boshlashimizdan avval videoga birdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyada esa xohlagan fikrlarni yozib qo'yinglar va aytgancha kommentariyada kimni fikri chiroyli va mazmunli bo'lsa, keyingi videolarimizda chiqadi. Unda tayyor bo'lsanglar boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz Free Fire nastroykasiga kiramiz va tilga bosib, eng asosiy joy mana shu yer, tilni Indoneziya qilib qo'yamiz va o'qib qolamiz va Free Firedan общий chiqib ketamiz. Общий umuman chiqib ketamiz. Va Free Firega boshqatdan kirib, mana tilni ko'rgan bo'lsanglar, Indoneziyaga aylandi. Boshqacha bu yerdan chiqib ketamiz va yana nastroykaga bosib log out ga kiramiz. Mana shu yerga e'tibor beringlar. Va umuman Free Firega kirmagan akkaunt bo'lish kerak, ya'ni Free Fire ko'rmagan akkauntni bosib kirib olamiz. Google'ni bosib. Mana shu yerda umuman Free Firega kirmagan akkaunt topib, ustiga bir marta bosamiz. Sizda ham mana shunday oyna ochiladi. Nick qo'y deyapti. Короче, nick qo'yasiz. Va bu yerda mana shuni tanlaysizlar. Sizlarda ham mana shunday oyna ochiladi. Va eng asosiy joy mana bu yerda Rossiya turibdi, Indoneziya, Singapurni tanlaysizlar. Bizga Indoneziya kerak. Xohlasanglar Singapurni ham qilib qo'yishlari mumkin. Rossiya esa bu o'zimiz o'ynaydigan SNG region. Indoneziyaning ustiga bosib kirib ketamiz. Va o'kni bosamiz. Va biz o'yinga olib kirib ketadi. Va mana Indoneziya region akkaunt ochib oldik. Qani endi Indoneziya region akkauntni ko'ramiz. Bizning regiondan qanday farqi bor ekan. Birinchi bo'lib jackpotdan boshlasak. Jackpotda yangi orojalar kelgan ekan. Bu bizning regionda hali chiqmagan. Agar almasamoqchi bo'lsanglar, hozirdan solib qo'yinglar. Jackpotda mana shunday MK ga, Mag 7 ga va anonga skin chiqadi ekan va bu yerda aylantirib ko'rish 5 tagacha tekin ekan. Bu aylantirib ko'ramiz. Короче, jackpotda shunday yangilik va yangi nabor chiqar ekan va stenasini ham ko'rishlari mumkin. Naborni uncha bilmadim, lekin stenasi yo'qdi. Va yangi chiqib kelish, bu qaytadimi yo'q bilmayman. Yangi emas, bu avval ham chiqib kelgan. Va yangi aukka skin chiqar ekan. Aukni yeb tashlabdi lekin. Va mana bu narsa qaytish kutilmoqda, u qaytar ekan. Короче, tez o'tkazib ketadi va mana bu nabor chiqar ekan. Qolganlari bu yerda hali ham inkubator bor ekan. Va aytgancha Zaloto jackpotdagi keyingi kiyim mana shu bo'lar ekan. Va endi hammalarga qiziq bo'lsa kerak, shop, ya'ni magazinda nimalar bor ekan. Menga ham qiziq va magazinga kirishimiz bilan birinchi oynasida mana shu narsa turar ekan. Ikkinchisida shu kiyimlarni ko'ramiz. Kiyimlari bizniki bilan deyarli farq qilmas ekan, faqat kiyimlari juda arzon ekan. Mana mayka, old mayka. Va bu yerdan emotsiyalar bo'limiga o'tib qaraydigan bo'lsak, hamma emotsiya bizda 699 almaz emotsiya. Bu yerda 500 ta almaz ekan, mana qaranglar, hamma emotsiya bor deyarli. Bizda anonda yo'q, magazinda yo'q, emotsiya hammasi bor. Ko'rib olishlarim mumkin. Tez o'tkazib ketyapman. Даже old emotsiyalar ham bor. Va bunda 24 soatga emotsiyani olishingiz mumkin ekan, 5 almazga. 24 soatga olishingiz mumkin. Bu yerda emotsiyalar arzon ekan, bizda 699 va bu yerda esa 500. Короче, hammasini ko'rsatib o'tirishga vaqt yo'q. Hammasini o'zingiz men aytgandek ochib ko'rib olishlaringiz mumkin. Короче, bugungi qisqacha videomiz shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa birdan like bosib, podpiska bosmagan bo'lsanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Agar biz 100 ta bo'ladigan bo'lsak, turnir qo'yamiz bo'ladi. Shuning uchun tezlashinglar bo'ladi. Sizlar podishkanglar kerak menga. YouTube'da yangiman.
Kommentariyada esa eng yaxshi kommentariy yozganni keyingi videolarda chiqaraman. Aytgancha, mana shu videomiz 20 ta like yig'sa, keyingi videomda Free Fire'dagi top eng kuchli igroq haqida bo'ladi. Go bo'ldi, like'larni bosamiz. Sizlar bilan beko bo'ldi, xayr bo'ldi.